Mana shu so'z o'yinicha zo'r ekan, odam miyasini chaqlaydi. O, men 4 ta qaror nima to'g'ri kelishi mumkin? 4 ta qaror. Mana olma bo'lsa kerak. Sen aralashmagin, men o'zim bilimimni oshiraman deb qancha megabaytim ketdi, shuni ko'chirib olganman. Sen aralashmagin, o'zim miyamni oshiraman, o'zim ham kallam bor. Yetdim-da endi. Olma bo'lsa kerak. Ha, olma. Yetdimi? Olma to'g'ri keladi. Ikkinchisi ko'proq ekan, bu nima bo'lishi mumkin bu? Nima bo'lishi mumkin? Shoptoli bo'lsa kerak, shoptoli. Sendan so'rayotganim yo'q. O'zing telefoning yo'qmi? Bor endi, aka. Qanaqa telefon? Kichkinada, meniki faqat ilonli o'yin. Ilonli. Hali bormi shu telefonlar? Ha, endi Hali ko'tarib yursanlarmi? Mamlakatdan olib, mamlakat miyani chaqlab bilimni oshirsang bo'lmaydimi? ha, olarmiz, aka. Bo'lib, o'rgatmang. Hozir nima deding o'zingcha mamta? Shoptoli bo'lsa kerak edi. Sendan so'rayotganim yo'q, shoptolim. O'zim ham aqlim bor, hozir ozgina o'ylasam topaman. O'ynayvering o'yingizni. Shoptoli bo'lsa kerak. Hamma aytdim, shoptoli to'g'ri keladi. Xo'sh, mana endi 3 ta harfli qolibdi. Nima bo'lishi mumkin? 3 ta harf. Nima bo'lishi mumkin, ha? Nok bu. Sendan so'rayotganim yo'q. To'xta, men o'zimdan bir miya chaqli nok bo'lsa kerak. Ya, onam telefon ochdi-yu. Voy, zaryadchik ham yo'q hozir. Odam zerikib o'tiradi men. Mana qara. Telefoning qanaqa edi? Kichkina telefon, ilonli o'yini bor. Aka. Baribir o'sha ilonli o'yinlarga yetmaydi. O'shalarni o'ynab o'rganganmiz-da. Yoshlikda o'ynaganmiz. Bolalikni eslaymiz, qo'lni qichig'ini bosamiz. Ol. Qo'y.